Kuzatuvchimizdan bir savol kelibdi. Lor kasalliklarida dam buzilishi va og'izdan noxush hid kelishi bo'ladimi? Albatta, mana shu lo'r kasalligida, lo'r kasalligini ayniqsa yiringli xillarida ana shu narsa kuzatiladi. Mana biza tilni uchida 3/2 qismida ta'm biladigan hujayralar joylashgan. Inson angina bo'lganda, tomog'ining murtaylarida yiringli bo'lganda va burun yondosh bo'shliqlarida yiringli yallig'lanishlarda ko'p bemorlarimiz shunga shikoyat qiladi. Ya'ni ta'm, yeyotgan ovqatimni mazasini bilmayapman va og'zimdan juda yomon hid kelyapti, o'zim ham chidolmayapman, nima qilay deb. Ana shu kasalliklarni ko'ramiz, keyin ularni burun yondosh bo'shliqlarini rentgen qilamiz. Ana shunda burun yondosh bo'shliqlarida shamollash kasalligi borligi aniqlanadi va ularni davolaymiz. Ham undan keyin tomog'ni ko'ramiz, o'tkir anginami yo surunkali tanzilitmi? Mana shu yuqoridagi holatlarda mana kuzatuvchimiz bergan savolda shu narsalar kuzatiladi. Shuning uchun biz lo'r shifokorga murojaat qilgan bemorlarimizni har tomonlama tekshirishimiz kerak. Burun yondosh bo'shliqlarini, halqumni, hammasini yaxshilab tekshirib, to'g'ri tashxis qo'ysak, ana shu savolga javob bo'ladi. Davolaganimizdan keyin ana shu shikoyatlar hammasi o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketadi. Hasanov Abdurahmon Lor klinikasi. Foydali ma'lumotlar uchun sahifamizga obuna bo'ling.